Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz kuzatuvchilarimiz, aziz obunachilarimiz, mana navbatdagi darvozamizni Toshkentga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz o'sha original o'sha ko'vinli darvoza bo'lib, bu darvozamizda qisqacha ishlagan materiallar bilan tanishtiradigan bo'lsak, yondorlari o'sha ikkita yon taglari rossiyskiy 12 li shvillerda bo'lgan. Bunga ishlagan yondor profillari 8 ga 4, 201 senkada ishlagan. 4 sentli shumka qilingan, 2 sulay shumka bo'lgan. Darvozamiz oldi tomonlari ponni 1.8 listdan foydalangan, orqa tomonlarigacha 1.8 dan foydalangan. Ko'rishingiz mumkin, mana gullarigacha ko'vinli gullardan foydalangan. Zamonlardan o'zi ko'rib turibsiz qanday darvozaligini bilsa bo'ladi. Zamonlargacha original zamonlar, tevalarida gullari ham haqiqiy tovka gullardan bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, samala gullardan foydalangan. Oshq-moshqlar uchtadan qo'yib berilgan. Darvozamiz ponni oldiga ochiladi. Ochilib yopilishlardan umuman muammo yo'q. Umuman shovqini yo'q. Hozir katta qanotlarni ochib ko'rsatamiz. Darvozamiz og'ir bo'lishiga qaramay, bir qo'lda bemalol aytgandagizda mana turadi, ruling o'rnagan darvozamiz. Darvozamiz har doimgidek mana senter zamovda. Buni ichkari tomonlarni bir ko'rsatishingiz mumkin. Ichkari tomonlar ponni tekisda bo'lgan. Mana ichkaridan yopilishlarigacha. Ichkarigacha 1.8 bo'lgan mana. Darvozamiz ponni qalin usulli materiallarda bo'lgan. Mana darvozamiz bir qo'l oldiga ochilishiga qaramay mana bir qo'lda mana osongina darvozamiz ponni shumkada 1.8 mana. Zamonlarni aytdik. Haqiqiy toza original zamovda. Mana darvozamiz qalinligi 4 sm bo'lgan, 4 sm shumilizatsiya qilingan. Darvozamiz ponni sovuq o'tkazmaydi. Yo'llariga darvozamiz 35 sentdan girdi chiqarilgan, tevalariga ham 35 sent girdilarigacha samala gullardan foydalangan. Darvozamiz ajoyib shaklda ponni buyurtlarigacha ko'rishingiz mumkin. Gibkisdan uqlada buqtirib chiqarilgan. Bu terilgan profillari bir ham qalindan foydalangan. Bu 4-qavatiga tushgan bu yerda listdan buqtirib, gibkisdan uqda chak qilmay buqtirib qo'yilgan. Darvozamiz o'ta ideal, original holatda chiqdi. Tevalariga 12.8 qalin 2.5 stenlik stenadan foydalangan. Darvozamiz umuman ideal qalin materiallarda bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metrga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrni butun O'zbekiston bo'ylab 2.200.000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib sinfga o'rnatib beramiz. Hatto nalchining qismlarigacha 5 sentgacha oldiga chiqarib, o'rtalardan gibkisdan uqladi buktirilgan. Umuman chak tushirilmagan. Darvozamiz bir so'z bilan aytganda umuman ideal chiqqan. Darvozamiz ranglari banka va JK 2 kraskadan bir xil matviy ko'rinishda bo'lgan. Darvozamiz taglariga turetskiy gruntовкаlardan foydalanib, ustilariga banka va devo kraskalardan foydalanib berilgan. Orqa oldi bir xil rangga bo'lgan. Kimda qiziqishlar bo'lsa, ekranlarda albatta nomerlar qoldirib qo'yamiz. Shu yergacha kuzatganlaringiz uchun barchalarga rahmat.